Assalomu alaykum. Men uchun eng aziz bo'lgan akalar, opalar, singillarim, ukalarim, muxlislarim, hammalaring sog'misizlar, salomatmisizlar? Musofirda yurgan akalarim, opalarim, singillarim, ukalarim, hammalaring yaxshimisizlar? Iloyim meni baxtimga, ota-onalaringning baxtiga, farzandlaringning baxtiga sog'-salomat bo'linglar. Hamisha Alloh qo'llasin. Alloh panohida bo'linglar hamisha. Hammalaringni Alloh omadlaringni bersin. Hech kimga bermagan omadni Allohim hammamizga bersin. Ko'pga bersin, ko'p qatorida bersin. Mana bugun safardan kelyapman, hozir yo'ldaman. Bir Ahror aka Usmonovni bir chiroyli qo'shiqlarini yaxshi ko'rardim o'zim. Qo'shiqlarini ko'p yildan baqasi eshitib yuraman, lekin shu qo'shiqlarini hecham bir to'yda, bir marosimda, boshqada aytgan bas edim. Mana hozir shu qo'shiqni aytmoqchiman endi. O'zlaring eshitib baho berasizlar. Chiroyli qo'shiq, mana hozir sizlarga aytib beraman shu qo'shiqni. Peygamberler o'tdi valilar, shoh beklar